Bir sahoba Allohim menga sabr ber deganda Rasululloh sabr so'rama dedilar. Sabr so'rasang oldin imtihon keladi, keyin sabr beradi Alloh taolo. Yaxshisi ofiyat so'ra. Eng yaxshisi ofiyat dedilar. O'sha Toifdagi duolarini aytib berdim men. Toifdagi duolarida Allohim ashku ilayka da'fa quvvati deganlar. Meni kuchim yetmayapti. Quvvatimning zaifligidan senga shikoyat qilaman. Va qillata hilati deganlar. Qilgan tadbirimning ozligidan senga shikoyat qilaman. Men bu boshimga kelayotgan musibatlarga agar sen g'azab qilmasang, roziman-u. Roziman. Lekin ofiyating keng kusini deganlar. Qiynama meni deganlar.